Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan biz qisqardi musobaqalar o'ynaymiz. Demak, mana bu 8 burchakli chizish musobaqasi. To'xta hali. Landilandi o'yin boshlandi. Landilandi o'yin boshlandi. Bu shaklda Sarvar o'zi o'ylab topdi. Meni o'ylab topolmay degandim, daftarga yozib qo'yibdi. Shuningdek, mana bu buydalagich. Nima qilgich? Buydalagich. Burdalagich? Ha, buydalagich. Birincisini tugatdimizmi? Ikkinchisini. Nima? İkincisiga o'tdi. Endi Paykipet. Bolalar uchun demak yaxshi chizishni o'rganadi. Ruchkani yaxshi ushlab, demak katakchalari daftarda o'z ustida yaxshi ishlaydi. Mana birinchi sinfga boradigan yoki bog'cha bolalarga mana shunaqa shakllar chizib Mana o'rgatsa. oxirgiga sig'mas ekan. Dahamini o'qiladi. Mana bor bo'lgan uchun. Demak, Sarvar nechinchisi? 5-chisini chizyapti. Endi Muslima demak bitta joyni bo'yaganligi uchun Sarvar nima qilamiz? Bu o'yinda g'olib deb topamiz. Demak, nima qilasan? Bolajonlar bilan nima qilamiz? Xayrlashamiz. Xayr bolajonlar. Muslima muncha ko'p olma olding. Shunda? Qaysi olimning kallasiga olma tushgan? Bilmadim. Newtonning boshiga olma tushib, butun olam tortish qonuni yashar ekan. Sen ham biror bir narsa topishing kerak. Xayr bolajonlar.